Bolachalar, sizlar bilan birgalikda yana men Jasko. Bugun videoda sizlarga o'z serverimni taqdim etmoqchiman. Mana serverim ismi Jasko Minecraft 117.me. Hozircha ozgina IP adresi judagina uzun. Kechirasizlar buning uchun. Lekin hozir men o'z serverimni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Shunchaki mana shuni Jasko Minecraft 117.aternos.me 2.59.173 ni shunday yozasizlar. Keyin men serverim kelib chiqadi. Bum mana. Hozircha uncha yangilanishlar kiritganim yo'q, ozgina. Bugunmi kechami ochdim, ozgina bo'ldi ochganimga. Voy. Ozgina qochishlar bo'lyapti. Mana skinim qani? Da bola, mana skinim qani? Bu iskra versiyalar uchun. Da skinim hozircha ko'rinmayapti, ming bor uzr, lekin e'tibor bermaysizlar. Voy. Ozgina qolyapti, chankni pasaytiramiz. Changlar 13 qo'yapti. 9 qilamiz va bo'ldi. Tak bo'ldi, davay. Bola mana men serverim doim onlayn qilib turaman. Kim gapirsa, serverga uylar, har xil narsalar qurishimiz kerak. Yangi server, menga yordam kerak. Buning uchun obunachilarimni albatta stream qilib yordam kutib qolaman. Minecraft o'ynamoqchi bo'lganlar Pojo Launcherdan yoki Dead Launcherdan kirishingiz mumkin. Bitta gap aytaman, lekin serverimda hozircha uncha aktiv yo'q. Chunki hech kim serverimni bilmaydi. Eski server ochmagan deb o'ylaydi. 100 ta bo'ldik, 102 ta bo'ldi obunachimiz. Qanday ajoyib. Endi keyingi maqsadimiz esa bizni 100 ta deb qo'ymoqchi edim. Afsuski 100 ga hali anchagina bor. Nega janiga o'xshab men gul terib yuribman, bilmadim. Lekin ozgina pastlik. Nega janiga o'xshab gul teryapman, bilmadim-ku, lekin jinniga o'xshab gul terib yuribman. E'tibor bermanglar. Chunki gapirganim rost bo'lsin deb gul teraman. Gul teraman, Guldan epik narsalar beradi. Zo'r chiqdi. Hammaga yoqdi. Keyingi nima bo'lsin aytinglar shuni. Keyingi challenge qanaqa bo'lsin deb. Men o'zi toshdan epik narsalar beratsam, birinchi videom toshdan epik narsalar bo'lgan ekan. Shuning uchun toshdan epik narsalar qilmadim. Borligi uchun keyingi narsani sakrash epik narsalar qilaylik. Aytinglar bolalar. Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Epik narsalar qilaylik. Sakrashimda endi sakrasa epik narsalar tushadi inventariga. Shunaqa qilamizmi? Men shunaqa qilgim kelyapti lekin. Mayli shunaqa qilamiz. Biz stack qilib qo'yaylik shu gulni. Uylar har xil ideyalar quramiz. Xullas, uylar har xil ideyalar quramiz birgalikda, jo'narlimi do'stlar? Albatta, to'g'rimi eshak? Eshak nima qilyapti? What the fuck? Jasko vahshiy, shuni bilib ol bolakay, eshak voy. Jasko vahshiy, bilasanmi shuni? Urib yarimta jon oldi. Yaxshi. Bechora jonazi qiynalib bo'lib ketdi. Xullas, men hozir serverimda vyjvaniyadaman, kreativda emasman, survivaldaman. Shu kreativ qilib o'zimni what the fuck? Shu mani serverim hozir 20 ta odam kira oladi va Articraft Minestack serverlari bor. Jaskoning o'zining ham serveri bor. Shuni bilib qolinglar. Xullas, kirishingizni so'rab qolaman. IP adres kommentariyada bo'ladi.